G'oyiblardan biri Jumajon Tursun. U 1982-yili Qashqa Yangisharda tug'ilgan. Sizdan balna o'rnib yo'ldan tutib ketgan bola emas. Buni ham sigurishda davolatda doktorxonadan. Bu talab chiqib ular bilan mang'idek qurbet yo'qcha valda. Bu shu doktorxonadan darini elib, ishkaldochaga alliqda buni tutib o'chirib, zahsizda o'yin oqtirib o'yin bunun burishga olgan iqtidor tutini qo'shib o'tkazgan bolalar. 8-kundan biri. Bu bana esketkençe bunu ya falan ya badine bula. Qayana saçılır ekan açık. Qashqarni tazashiga saçıkan. Bular buni xeyli ba'mida biz o'yinchining biz damagan xeyli hukumat. Xeyli sariya. Sizlarni başlıqlar tuzg'alarga erib ba'doq. Bizning qo'rquvga haq olmagan kimba? Bizda kelimde xiyoli kimnacha haqniki. Bizda kelimde birashman ulamlar qilishi qilishda hukumat bor. Bizda qo'rqmagan degan biz avvalda biz chiqiblanmasa ya balonda yo'qda javob biz onda avvalda bo'ldiga işte. Maktabda hisobni qilib ketsa, gapni qilsak ketdilar. Maktab xalqini ketib, nanchiligida derajaga ketdi bu balxabliqida. G'oyiblardan yana biri Bakri To'xti. U 1975-yili Urumchida tug'ilgan. Siz aks bo'lamsiz. Inangizning ismi nima? Bakri To'xti. 5-yilki inangiz nerede? Benim aşıra öyle. Inangiz o'zini ish qildi. O'zlarcha nipurta tashi qildi, u yer qurishda pacha ish qildi. Tutilib ketgan vaqt qachon? Qaysi kun tutilib ketdi? Soat nechida qanday yerdan tutib ketgan? Öyle. Nega qamlibdi? Qamalga yeri qayerga, boshqa qamalga yeri? Nega qamlibdi? Vallam dafamda Birga yetib chiqaldimi, dafamidimi? Dafamadi. Biz radiomizning ziyoratini qabul qilgan g'oyiblar oila taobatlarining yaqinqi bexatarlik vaziyatini bilib chiqish uchun bir qism oilalarga telefon qildik. Odam izdigan ahvollashish yo'qdi. Izdi. Ha. Famdan tasmaylarni, bu da yan tuqqan bu vaqtni tat qizimlar ketdi. Qayaning bu da so'rab surish qilayotgan. Biz o'zimizning taraj yo'qniki. 40-50 ish qilib chirtgan. Bunda tig'aman, sizlar chilasdan dolqirab tig'an olmayman. Biz to'xtasada qo'rqasdan tig'an olmasdan qashasan o'sha yo'lishim bor desan gap qilmayman kishi olgan deb so'raydi. Meni bolam var. Unday qo'zaq ko'tarib, u yetib baqqan mening gapga huquqim bor. Deb qarashib oshna demamdi. Bizlar bulardan qo'rqmaymiz. Bizning jinoyatimizga qulardan qo'rqadigan jinoyat o'tkazgan bo'lmasini qonunni buzib qilma bolamni biz xudoga bassin. Kimni hukumatga ma'va? Qur'onning ba'zi adam atalaysa, munosiblik gunoh yo'qmi o'tiraversa, o'tiraveradi. Sen bizga kiradan o'tirayotgan ishim bo'lib ketmaysan. Bu qancha cho'qim javob bersan deb qasab diyorda qan boshqa bunday deb chirar. Chetdan telefon nomeriga va chetdan sanaydi. Bo'libdi sizlar yig'ib olmagan bo'lsa, chetdan yig'ib olgan bizga mal. Junga kimning fuqarosini emasmi qarab turdi. Junga kimning o'zi fuqaros yig'ib olmasa, chetdan yig'ib olimda chiqdi bo'libdi. Sizga chetdan yig'ib olsa, deb qarashib tushunasiz, og'zim qarab turdi, qotib edi. Chatalil ko'rishapsa, yomon odam bilan ko'rishapsan desa, sen telefon nomeringni ber bizga, shu odam sizga telefon qilsin. Dana biz sizga telefon qilaylik. Bizdan qo'rqmaslik kerak-ku ular. Sizga qo'rqmadir. Endi qishinchiga bir qo'rqib o'tiribdi, bo'limizdan so'qaqda bozorimiz muzlab qolmasizlar. Endi budayan ashunda besim qilgan bo'lsa, yo'ldoshim. Admiralik rindani oldirib berib, javob topshirimiz deb ashad deganlik bizga u besim qilmadi hozir. Shunday cho'qim shunday qilamizlar budayam, shunday besim qilsa. Ha, bu Abdurim Rozimi. Ha, qanday ahvolingiz yaxshimi? Yaxshi. Yaqinda boshqa bir uchur kelmaganda biz uni ko'rishgandan keyin. Boshqa uchur kelmadi, ammo yo'q suratni yo'llagan, kompyuter yigitni o'lishgan. Qo'ng'anji solib, kompyuterni ochgan. Qaysi kompyuterni ochib ketgan Qo'ng'anjidan? Sizni ustiga surat yo'llagan kompyuterni kitobga qo'ygandan. O kompyuterning egisini solabchilik Qo'ng'anjiga. Qancha kun solabdi? 4 kun solab qo'yibdi. Uyg'urmiti o kompyuter xonasining egisi Xanzomiti? Uyg'urti. Başta Xanzonikidan yo'llagan tonliqo. Uningdan Mahmuda, uningdan 3 Xanzonikidan yo'llasak Mahmuda, siz Mahmud desana Uyg'urnikidan yo'llagan. Xanzonikidan mi kelgan? Sizga saxshinon nerda sizni so'rg'ana? Ma gapni qilmadi, o'sha ay kompyuterni egisi meni dinimni solib kompyuterni askatda bilishim debdi. Ma'qulda turgan tayyorlasaman. Dinimni ochdim. Kompyuterni tekshirib bitgan bo'ldi, deb qo'ygan dedi. So'rab qo'yib berganda uning ekan. Kompyuterda. Şimdi birası telefon koyasın. Boldan xo'sh xudomi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Qanday ahvollar tuzukmi? Yaxshi, bir rayangilmi? Ha. Aniqsa sizlarga bir avorchiliklar bo'pti, biz ular ko'rishganliginglar uchun, shundaqmi? Ha, shunday bo'ldi.
Ay, ürüncüden kettiken mi ya sürüş kılıp? Nimda bizlep kepti sizni? Şunday kıllığa şu çetel muhbirlere telefon kılıp, endi bu da telefon kıysa ammanla, bu da telefon kıysa ammanla yo ah köktetten derse bir taraf kılmam ki bu işine, desek hükümetten bir taraf kılıda aldırmanla az kaldı deydi. Ürümçiden şunu kilip sorsa korkap kettiniz mi, korkmadınız mı? Korkmadım demiş, korkayım bakalım ha. Ne oğralıkkımısam ya o be yolcum edime durup şirketmesi bakardım korkamdım da herkes korkmayla. Korkmadınız. Bunadaki mi endiş kılmaysınız? Kılmayla cinayetim yok. Fakat edemiz bilen cinayetim da o kanunlukta edemizleştiren. Bunadaki hem çetelden telefondan mı, uyaktan bir yaktan kelgen telefondan ama deran yapını kıldı mı kılmadı mı? Şimdi ciddi şu kâren kimse. Mümkün oldu şu kârını gel. Ya siz ne mi dediniz? Şimdi hadi geçin. Aslında cevap verse biz başkadan nezde yürümeyiz. Biz izdimde öz telefon kutusu ben şunlar hep bazı evvelinde doğa. Bize şununla bir taraf kılımızda yeni paranlaştık. Yalnız telefon makımını da, teyze kılımı kendine de yok. Şununla yemezsin bana. Bu anlasak yani sizge kelip sen ağzını bir gap sözlerine dikkat kıl degandek bir agahlandırışning kelganligi haqida bir uqtir bor. Bu to'g'ri gapmi, to'g'ri emasmi? Ha, shunda dedi. Nima dedingiz siz? Meni telefon penjurada jig'inacha Fadgildiga ayolni bir ikki yil so'laversak, qolganlari bolasini izlamaydi. Shu qalayimqon qilyapti. Debsizlar, men balamni dedim, qonun qilib ish qilmadim. Desam, ortiq gapninki o'rni yo'q. O'zingizning og'ziga, o'zingizga yo'lab ish qilsangiz bo'ladi. Siz bu gapni sormang. Dedi. Mening balamninki javobini beringlar. Mening hech qanday ortiq gap qiladigan cho'lamni yo'q meniki. Balamni xabar bilan bersang bo'ldi menga. Sen penjurada ishlaymiz deb Ashkaysoning Abduvali degan so'jang boshlab ketdi ekan. Men chet el degan davlatdan qildim, balamning xabarini biz beramiz. Shunda desam, men shu chet elga yo'llab beraman. Chunki mening balamning xabarini sen bermadan ishlaymiz. Mana javob kerak. Balamning jinoyat o'tkazgan bo'lsa, aytish kerak. Jinoyat olmasa men qo'limga berish kerak. Mening balamni balamni izlaydigan qanday yomon qilib shuni men gapirman. Rasmini yo'llab beraman. Mening balam o'qigan bizni yo'llab berdim. Men yolg'ondan bizni yo'llab berdim. Sen xabarini bersan u izlamaydi meni. Chatelni izlamaydi, dunyoni izlamaydi. Izlasa mening balam jinoyat o'tkazgan, aytayotgan. Mazırgı öğretmen tutaklayıp verip kilovatına. Deyme. Sen şunu bana ketmeden şu oldu. Niye de sen şunu layık cevap verdin? Bana hiç kandan ödem. Kanun kılıp iş kıldı mı değil, kanun kılıp yatsın mı değil. Men boğan balam depti. Depken. Haberini alanmadan düşünüldü dedi. Menin degen gepim telefonun çağılır dersen, ay telefonumu çığılsan benim degenimni sen mi bilip alalaysa. Akta anlap ottağansa kalsam desem tanışım aytık dedi. Onda bunu dikin tanışa. Tamam bolsam. Neçe vaqt tanışıdık derdim. Tatam davası balamni. Kaçan bira xabarni. Ma berdigan bolsa ata ya o'zim. Men telefonimma deyman o'zim dedim. Ben beremsa xabarni. Sen cho'qim xabar berdi dedi. Cho'qim degandan keyin menda cheklama, cho'qim degan qanday gap? Cho'qim degan gapning cheki muddati bormi? Shuni deb baqaman. Desam cho'qim berdi dedi. Men unda cho'qim degan gap ishonmayman. Men patroq javob kerak. Hürmetli radio anlıqçılar. Yuqorida 5-yildan keyin izdireksiz g'oyib bo'lganlar nomli chatma xabarning 10